Do'stlar, assalomu alaykum barchaga. Charchamayapsizlarmi? Hozir mana brend ko'pchilik taniydimi yo'qmi? Nilu Baby'ni. Xullas mana shular 37 ming berilgan narsalar, mahsulotlar. Hozir mana to'g'ridan to'g'ri o'sha Nilu Baby eng trenddagi tekstilni ichidamiz, korxonasida. Hozir yigitlarimiz chaqirishdi, aka shuni skidka qilib berib yuborsam sizga 1 oy muddatda nasiya savdoga chiqarib beralasizmi deyishdi. Men hozir bir klientlarimdan, mijozlarimdan so'raydigan maqsadda bitta cho'tka qilib video qilyapman, xudo xolasa. Razmerlari 3 yoshga, 5 yoshga ekan, ikkita razmer ekan. Hamdaqa oldilari zamokli, ishtonchali, haqiqiy originali, haqiqiy shu Nilu Baby'ni sexidan, pryamoy. Xo'p, narxlari bo'lsa, skidkada umumiy hisobda narxi 30 ming so'mdan qilib beramiz. Nechta kerak bo'lsa, mana hozir bular xomashyo'lari. Endi mana bu yerda mana yana bor, o'rtoqlar. Mana bor. Mana yana har xil zakotovkalari, har xil. Endi bu tarafda mana yana har xillari bor, mana. Bir oshdan sizlar uchun sekin ko'rsataman do'stlar. Mana. Hammasi 30 ming so'mdan 1 oy muddatda nasiya savdoga qilib berilgan narsalar. 43 ming berilgan narsalar ekan. Xo'p, kimga kerak bo'lsa telefon qilib zakaz beringlar xullas. Hammasi mutlaqo 1 oy muddatda nasiya savdoga chiqadigan tovarlar. Hozir nasiya savdoni to'xtatdingizmi yo ishlayaptimi deganlar uchun maxsus do'stlar, ko'ringlar.